yetkichi chaqirib, tuman kengashi deputatlari, tuman hokimining sohalar bo'yicha o'rinbosarlari, jamoat tashkilotlari, kun tartibiga aloqador tashkilot rahbarlari qatnashmoqda. Bugungi sessiyamizda xalq deputatlari tuman kengashiga saylangan 25 nafar deputatdan 20 nafar ishtirok etyapti. Saylangan deputatlar hisobiga kvorum yetadi. Xalq deputatlari Sho'rsuv kengashining 7-18 sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Ochilsin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiq berishni so'raymiz. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'qlar. Sessiyani ochishni e'lon qilamiz. Endi sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. 16-oqilni saylov bo'lgan deputat Mamdushkul G'alabani qayerishini sessiya kotibini saylashni taklif qilganman. Boshqa takliflar bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa, qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat, 16-oqilni saylov bo'lgan deputat G'alabani qayerishini saylashni bugun xalq deputatlari Sho'rsuv kengashiga shahar sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi deputatlarimizni tarqatilgan, taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan qo'shimcha takliflar bormi? Taklifimiz bor. Bitta dasturimiz bor-da. Dasturimiz bor. O'zbek yangi meni bog'im loyihasini kiritish tartibida. Undan keyin yangi O'zbekiston qiyofasidagi maqomlarni dastur doirasida manzilli dasturini og'ir maqomlarni ikkita dasturga
bo'lsa, e'tiborlarini so'rayman. Shu sessiyada tasdiqladi. Rahmat, takliflarga takliflardan bir tartibni tasdiqlashga ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar, rahmat, qarshilar, e'tiroflar yo'q. Rahmat. Bu tartibda tasdiqlanadi. Sessiya ishini ko'rib chiqishda ma'ruza uchun 10 daqiqa, savol-javoblar uchun 3 daqiqagacha, ma'lumotlar uchun 3 daqiqagacha vaqt ajratishni tavsiya etamiz. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, endi ko'rsatingiz bilan kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Bu tartibda birinchi masalamiz Sho'rchi tumanida korrupsiyaning oldini olish, qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida 2026 yil birinchi chorakda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida tuman prokurorining axboroti haqida. Birinchi masala yuzasidan axborot berish uchun so'zni Sho'rchi tuman prokurori adliya maslahatchisi Xursand Jumanzor o'zi berishga beradi. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli qatnashchilar. Bugun siz bilan jamiyat va davlat hayotiga tilla hisoblangan korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha mavzumizni axborot beramiz. Korrupsiya bu botincha so'z olingan bo'lib, buzilish, poraxo'rlik, o'zboshimchalik, talon-toroj, buzilish, parchalanish degan lug'aviy ma'nolarni bildiradi. Odatda mansab va mavqeni shaxsiy maqsadlar yo'lida so'ztumon qilishni anglatuvchi atamoq hisoblanadi. Korrupsiya odatda yashirin kechadigan subyektlar tomonidan boshqalarga aks namoyish etiladigan, aslida esa vijdonsizlik, noinsoflik, nonko'rlikni o'zida ifoda etgan tillar hisoblanadi. Bu halollikni dil bilan, til va amal birligini inkor etadi. Korrupsiya jamiyatni turli yo'llar bilan har tomonlama yemaradi, demokratiya va huquq ustuvorligiga putur yetkazib, inson huquqlarining buzilishiga olib keladi. Erkin bozor faoliyatiga o'zgarishlarni hayot sifatini yomonlashtiradi va odamlar xavfsizligiga tahdid soladigan uyushgan jinoyatchilik, terrorizm, poraxo'rlik va boshqa ijtimoiy xavfli qilmishlarni Muhtaram Prezidentimiz so'rovida 2025 martda o'tkazilgan yig'ilishda barcha sohalarda kompleks nazorat tizimi joriy qilinib, asosiy vazifasi korrupsiya holatlarining oldini olish va unga qarshi kurashish lozimligi belgilangan bo'lsa-da, tizim tashkilotlarida sohadan xabardor bo'lmagan xodimlar ishga tayinlanganligi sababli ular o'z funksional vazifalarini bajarmasdan boshqa ishlarga jalb qilinganligi oqibatida korrupsiyaga qarshi kurashish masalasiga yetarlicha e'tibor qaratilmasdan holatlarga joylarda maishiy korrupsiya holatlari avj olayotgan holati tanqid qilindi. Jumladan Sho'rchi tumanida joriy o'zida 2 ta korrupsiya jinoyati sodir etilgan. Misol uchun departamentning Sho'rchi tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Sho'rchi tumanidagi alohida ta'lim ehtiyojlariga kam va zaif eshituvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan 112 sonli maktab internati o'quvchisi Babaning a'zosiga asosan Sho'rchi tumanidagi 112 sonli maktab internati direktori Hakimov o'z mavqeini suiiste'moldan mazkur maktab internati tarbiyachisi lavozimida ishlovchi singlisi Babaning ish haqi miqdori yuqori bo'lgan logoped lavozimini o'tkazib berish va shu orqali oylik ish haqini oshirib berish evaziga 1000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni holat orqasiga olib
ushbu mablag'ni qaytarish jarayonida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shuningdek, departamentning surishtirgan bo'limiga fuqaro Mamurxo'rov arz bilan murojaat qilib, shu tumandagi maxsus sonli maktab ishlari tashkilotiga tergash va tarbiyachi masalasini ishga qo'yish uchun ta'lim tashkiloti direktori Balatovga olib, shu mablag'ni qaytarish jarayonida ashyolarni shu tashkilotlar mablag'larni jumladan o'qituvchilarga ochiqcha tomon berish orqali byudjet mablag'larini tasarruf qilish bilan bog'liq hujjatlar ortgan bo'lsa-da, sohada ushbu holatlarni oldini olish choralari ko'rilmagan. Xususan 2025 yilda mahalla jamg'armasi boshqaruvchisi Mamatov mahalla raislariga tayinlangan jami 206 million so'mlik shahar va boshqa to'lovlarni Asrata yo'lidan biroz holati aniqlanib, tergov davomida byudjet mablag'larining undirishi ayblov shaxslarning to'g'rilik masalasi hal etilgan. Shu kundan birlashmasi boshlig'i, sobiq boshlig'i, Ajinayev va boshqa mansab atroflarini suiiste'mol qilish orqali issiq oziqlar uchun berilgan 100 million so'mlik byudjet mablag'larini tasarruf qilish yo'lidan amalga oshirilgan. Bu esa mazkur tizim rahbari hamda kongress nazorat organlari tizimli korrupsion hujjatlarni oldini olish va unga qarshi kurashish borasida ishlarni tashkil etmagani holati ularni ham bundan manfaatdor deb ko'rishini davom etmoqda. Bu holat birinchisiga maktab direktorlari va ularning komissiya tarbiya yetarli emasligi, tegishli hujjatlar to'liq jamlanmaganligi hamda tanish bilish asosiy ustunlar berib yuborishiga sabab bo'lgan. Biz 2025 yil davomida 2025-2026 yilda qo'yib boshlanishdan oldin nafaqat Qo'sh tumanida, balki butun viloyat miqyosida barcha ustama pullarini hisoblanishini nazorat qilib o'rganib, har bittasini o'rganganimizdan keyin o'sha holatlarni butun viloyat bo'yicha 25 milliard so'mdan ortiq ochiq ustama hisoblanganini aniqlagan edi. Avgust oylaridagi tekshirishlar davomida o'shandan Qo'sh tumanida 3 milliard chiqadi, ortiq hisoblangan. O'sha 3 milliardni qaytadan hisoblab turib, chigirib tashlaganimizdan keyingi holatda ham yana hozir maktablarimizda ustama, undan keyin yana ayblarni rasmiylashtirib, soxta hujjatlar qilib, yana ustamani qo'shib yoshlarga qayta etilmoqda. Bu har yili misol uchun maktablarda kamida 15 ta 20 ta jinoyat ishlar bo'lsa, yil qanday jinoyatimiz? Bu korrupsion holatdagi biz o'shani butun viloyat xalqlaridan boshqa tegishli tashkilotlardan mutaxassislar jalb qilingan holda o'yin boshlanishidan oldin aniqlikni sharti chiqmasdan turib tayinlangan ustamalarni 3 milliardga yaqin pul chiqqan edi, aynan shu tuman o'zida ochiqcha. O'shani oldin olib, qaytarib hisoblattirib joyi qo'yganimizdan keyingi holatda ham yana 3 ta maktabda jinoyat sodir qildik, aynan ustama bo'yicha. Biz bu gap bilan nima demoqchimiz? Korrupsiyani oldini olishga, jinoyatchilikka qarshi kurashishga faqatgina o'rni xodimlar emas, hammamiz birgalikda kurashishimiz kerak, birgalikda harakat qilishimiz kerak. Mana 2025 yildan boshlanib, hurmatli prezidentimizning birinchi sonli dekabr sonli qarori 2025 yilda ancha ishlar amalga oshirildi. Hamma mahallalarga, savdo do'konlariga, bozorlarga hamma raqamlashtirildi, kameralar qo'yildi. 2026 yilda ham aynan yana dekabr sonli qaror olindi. Unga huquqbuzarliklarni profilakasi bo'yicha hamma tashkilotlarga, xususan mahalla yetkaziligiga, hokimiyat vakillariga tegishli mas'uliyat berilgan. Sizlardan shu narsani iltimos qiladiki, mana shu sessiyaning o'zlarida agar lozim bo'lsa, o'sha dekabr sonli qarorni ijrosini ta'minlash bo'yicha mahalliy byudjet hisobidan
mahallalarni, ko'chalarni ta'mirlashtirish, raqamlashtirish degan ularga sizlarni qo'shib bersangiz degan taklif qilmoqchi edim. Ma'lum shunday bo'lsa. Rahmat. Tumanimizda amalga oshirilgan tarbiyaviy boshqarish bo'yicha amalga oshirilgan va kelgusida rejalar bo'yicha mavzularni aytib o'tdilar. Agar kimda savollar bo'lsa, marhamat. Shu mavzu yuzasidan savollar bormi? Savollar bo'lmasa, kun tartibidagi masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi deputatlarimizga tarqatilgan loyiha yuzasidan takliflar bormi? Deputatlarimiz tanishib chiqqan loyiha bo'yicha takliflar bo'lmasa, ushbu qarorni tasdiqlash uchun qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar? Qarshilar? E'tirozlar yo'q. Tasdiqlandi. Rahmat sizga. Kun tartibidagi ikkinchi masalani ko'rib chiqamiz. Ikkinchi masalamiz profilaktikasi, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida 2026-yil o'tgan davrda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qonunchilik ishlar bo'limi boshlig'i hisoboti to'g'risidagi masala. Biz hozir ular masalaga ko'ramiz. Hurmatli deputatlarimiz, bu masalamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-2026 aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan ishonchni muhofaza qilish sohasini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish to'g'risidagi va 185 farmoni ijrosi yuzasidan shu tuman favqulodda vaziyatlar tumanida favqulodda vaziyatlarni oldini olish borasida 2026-yil 1-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar hisoboti to'g'risida ushbu masala yuzasidan hisobotda uchun so'z tuman Shoshma favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Tohir Nurxonga bergan. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-2026 aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan ishonchli muhofaza qilish sohasini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida vaziyat 185 sonli farmoni ijrosi yuzasidan quyidagicha qo'yilgan. Farmonda hududlarda favqulodda vaziyatlarning barvaqt oldini olish va oqibatlarini kamaytirish faoliyatini ustuvor vazifa sifatida qabul qilish orqali mahallalar darajasidagi keng qamrovli profilaktika mexanizmlarini yaratish va samarali tatbiq etish. Shuningdek, birinchi lavozimda favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishda profilaktik tadbirlarni mahallaviy va xonadonviy amalga oshirish. Ikkinchi bandda esa favqulodda vaziyatlardan muhofazalangan mahalla tamoyili asosida favqulodda vaziyatlarning barvaqt oldini olish, ularni bartaraf etish, oqibatlarni kamaytirish chora-tadbirlari natijadorligini oshirish bo'yicha mahallaviy kompleks profilaktika tadbirlarini amalga oshirish hamda ushbu konsepsiyalardan amalga oshirishdan kelayotgan natija sifatida 2006-yil yakuniga qadar favqulodda vaziyatlar tahdidi, xavf manbalari, indikatorlari, ehtimoliy ko'lami va oqibatlarini kelib chiqib, mahallalar qizil, sariq, yashil toifalarga ajratilishi va har bir mahallada xavf indikatorlar asosida mahalla yetiligi hamda sahoviy xizmatlarni jalb qilgan holda manzilli va mavsumiy profilaktika tadbirlari amalga oshirilib, mahalla favqulodda vaziyatlardan muhofazalangan hududga aylantirilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-2026 favqulodda vaziyatlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida 310 sonli qarorning 5-bandi mahalla fuqarolar yig'ini binosi va huquq-tartibot maskanlarida davlat inspektorlarining mahalla muhofazasi xizmatxonasini tashkil etish, mahalla yetkazilgan vakillarining aniq vazifalarini belgilash hamda ularning ijrosini muvofiqlashtirib borish tizimini joriy etish ko'rsatilgan bo'lib, farmon va qaror ijrosi yuzasidan Sho'rchi tumani favqulodda vaziyatlar bo'limining 7 nafar davlat inspektorlari
tumandagi ilk 3 mahallalarga nomma biriktirildi. Shundan 7 ta Egarchi, Oftobmakon, Oqkamar, Tarqishloq, Elbayon, Ko'kram va Navro'z mahalla fuqarolar yig'inlarida mahalla muhofazasi xizmatxonasi tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1-10 qarori ijrosi yuzasidan mahalla fuqarolar yig'inlari darajalaridagi favqulodda vaziyatlarni holi hududga aylantirish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar yo'l xaritalari ishlab chiqilib, unda tashkilot, muassasa, korxona va obyektlarda fuqaro muhofazasi tizimlarini tuzish, jamlash, tayyorlash tadbirlarini belgilab berildi. Sho'rchi tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi davlat inspektorlari tomonidan 2026 yilning 3 oy davomida tumandagi iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari hamda uy-joy fondida yong'in xavfsizligini ta'minlash borasida ro'yxatga olingan 1611 obyektlarning 124tasida rejali tekshirishlar, tadbirkorlik subyektlariga tegishli obyektlarning 18tasida monitoring va profilaktik tadbirlar, shuningdek ushbu maskanlarda tungi tekshiruvlar va kunduzgi tezkor tekshiruvlar o'tkazildi. Yong'in xavfsizligini ta'min qilish bo'yicha 15 marotaba elektron tablolarda videoroliklar va titrlar, obyektlardagi radio eshittirishlar o'tkazildi. Yong'in xavfsizligi qoidalarini tatbiq qilish bo'yicha 25 nafar fuqarolar bilan suhbatlar va yo'l-yo'riqlar, shuningdek profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Joriy yilning 3 oy davomida Vazirlar Mahkamasining Davlat yong'in nazorati to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 272 sonli qaroriga asosan favqulodda vaziyatlar profilaktikasi yo'nalishida Sho'rchi tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi davlat inspektorlari tomonidan davlat tasarrufidagi 68 obyektlarda o'tkazilgan tekshiruvlarda 41 nafar mansabdor shaxslarga fuqarolarga ma'muriy jarimalar qo'llanilgan. 2026 yilning o'tgan 3 oy davomida tuman hududida jami 10 ta yong'inlar sodir bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan ikkilagan 25% ga oshgan. Sodir bo'lgan yong'inlarni tahlil qilganimizda 6 tasi elektr uskunalaridan foydalanishdan, 2 tasi qasddan yong'in sodir etish, yana 2 tasi pechlardan noto'g'ri foydalanish oqibatida sodir bo'ldi. Tuman hududida 2016 yilning o'tgan 3 oy davomida is gazi, gaz va havo aralashmasining chaqnashi hamda suvda cho'kish bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar sodir bo'ldi. Favqulodda vaziyatlarning barvaqt oldini olish, ularni bartaraf etish va oqibatlarini kamaytirish chora-tadbirlar natijalarini oshirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yilgi manfaatlarida favqulodda vaziyatlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida 1-10 qarorining 5-bandi mahalla fuqarolar yig'ini binosi va huquq tartib masalalarida davlat inspektorlarining mahalla muhofazasi xizmatxonasini tashkil etish belgilangan bo'lib, qaror ijrosi yuzasidan Sho'rchi tumani favqulodda vaziyatlar bo'limining 7 nafar davlat inspektorlari biriktirilgan 7 ta Egarchi, Oqsamarjon, Oqkamar, Tarqishloq, Elbayon, Ko'kram va Navro'z mahalla fuqarolar yig'inida mahalla muhofazasi xizmatxonasida tashkil etilgan. Mahalla muhofazasi xizmati favqulodda vaziyatlar bo'limi davlat inspektorlarining xizmat olib borishini ta'minlash maqsadida kompyuter jamlanmasi, hujjatlar uchun ishlatilish sog'liq usullarini ta'minlash, yoz mavsumi boshlanishi bilan yo'l yoqasidagi xavfsizliklarning yonishi bilan bog'liq yong'inlarning oldini olish borasida tuman hududidan o'tgan M1 avtomobil yo'li va boshqa ko'chalar hamda temir yo'l yoqasidagi qurib qolgan xavfsizliklarni o'z vaqtida tozalanib borilishini ta'minlash bo'yicha mas'ul tashkilotlarga tegishli ko'rsatmalar berilishi, davlat inspektorlari tomonidan biriktirilgan mahalla hududida mahallaga kelgan hamkorlikda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlar, fuqarolarning is gazdan zaharlanishi, havo gaz aralashmasi chaqnashining oldini olish, mavsum davomida iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va xavfsizlikni ta'minlash hamda sel toshqinlari oldini olish borasida keng ko'lamda profilaktik tadbirlarni amalga oshirish.
suvda cho'kishi bilan bog'liq noxush holatlarning oldini olish bo'yicha suv obyektlarida, shuningdek suv yo'llarida inshootlarda, ko'priklar, makislar, ichimlik suvi yo'l va gaz quvurlari va boshqalarda xavfsizlik choralarini ko'rishni tashkil etish va profilaktik tadbirlarni amalga oshirish. Aholining barcha qatlamlaridan muxolif fuqarolar yig'ini va obyektlar tizimida favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishga doir o'qitish va o'rgatish ishlarini olib borish. Yong'in qutqaruv qismi hududida joylashgan nosoz holdagi yong'inga qarshi suv manbalari soz holatga keltirish yuzasidan tegishli tashkilot va idoralarga axborotlar taqdimot etish bilan cheklanib qolmasdan nosoz holdagi suv manbalarini kelgusida foydalanish maqsadida soz holatga keltirish bo'yicha tegishli tashkilotlarni ishlarini tashkil etish. Rahmat. Amal boshlangan ishlar topildi, sodir holatlar haqida axborot berildi. Endi hozir mana g'alla boshlanyapti. G'allalarni yong'inni asrash bo'yicha banerlar, eslatmalar, turli qoidalar haqida e'lonlar chiqariladi, nazoratlar joyi. O'shanda ham ko'p ma'lumotlar deb o'ylayman-da. Lekin bitta ham takliflarimizni eshituvda bizda ham taklifimiz bor. Masalan, ana hozir yoz mavsumi boshlandi. Bolalar cho'milishga ko'proq ehtiyoj yo'q. Inson cho'milishga bo'lgan ehtiyoji ortadi. Va tumanimizda kesib o'tadigan Qumqo'rg'on kanali bor. O'sha kanalni yoz bo'yi bolalar cho'milishini kuzatish mumkin. Shu yerda o'sha kanalni yoqasida o'zimizda masalan endi cho'mil katta bo'lgan hamma yerda. Lekin bironlarda xavfsizlik ta'minlash yoki cho'milishga qanaqadir tavsiyalar berilishi yoki oldini olish bo'yicha lozunglar yoki cho'milishdan suvda aylanib bo'lim joyi berilgan mumkin emas yoki qanaqadir degan ko'rsatmalar o'sha kanalni yoqasida yoki qayerdadir o'rnatilmaydi. O'sha masalalarni ham qaysidir mas'ul bo'lgan tegishli tashkilotlar bilan tuman favqulodda bo'lim boshchiligida cho'milish mavsumida aloqador bo'lgan e'lonlarni balki ko'paytirish kerakmi yoki qanaqadir tadbirlar chiqish kerakmi degan taklifimiz bo'ldi. Masalada ham alohida e'tibor balki rejalaringizda bor, balki bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan cho'milish jarayoni bo'laydigan hududlarga kanalga yaqinroq, ko'proq odamlar cho'milishi mumkin bo'lgan hududlarga yaqinroq shu eslatmalarni o'rnatsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Tumanimiz hududidan Surxondaryo daryosi oqib o'tgan, shuningdek Dakota kanali oqib o'tgan hamda ushbu kanal va daryolar juda katta masofada joylashgan. Mavsum boshlanganiga hozir 10 kun bo'lgan bo'lsa, 10 kundan buyon navbatchi bo'lgan shaxs tarkibidan daryo va kanallar bo'ylarida profilaktik tadbirlarni xizmat olib boryapmiz. Lekin keng ko'lamda qamrab olish iloji yo'q. Bu yerda natija berish uchun albatta bannerlardan takliflardan foydalanishimiz kerak. Katta bannerlar hozir chiqarilgan yo'q, lekin kichkina eslatmalar ko'rinarli joylarga, rag'atlarga, devorlarga, eshiklarga, shahzlarga osib qo'ygan. Bu yerlarda ta'mirlashtirilmagan misolga ayiq holatlari qayt qo'ygan vaqtida kichkina 50 plakatlarni olib tashlagan yoki qonun holatlari bo'lyapti. Ayiq holatlar o'sha belgilar bo'la turib, cho'milak holatlarga o'zini tushib qolyapti. Profilaktika qilib, bizni vakolatimiz aynan cho'milayotgan holat bo'yicha ma'mur qilish imkoni yo'q. Buni bilasiz, ma'mur chora qo'llanmagandan keyin faqat profilaktika qilish bilan ularni uyga qolishi mumkin. Lekin bu to'g'ri taklif qildingiz, haqiqatan bu narsani ko'paytirishimiz kerak. Mahallaga hozir kirgan alohida takliflarni biriktirilgan videolar mahallalarni birgalikda qo'shimcha kuch aholini Barchasiga savollar bormi? Hurmatli rais etuvchi, deputat Mirzaqulov. Bir taklif bor edi. Mana ko'pincha avtohalokat sodir bo'ladi. Mashinalar o'zaro to'qnashuv natijasida
oralarda o'sha avtomashinaning ichida qisilib qolish holatlari bor. Buni masalan bir xil holatlarda ko'ramiz, 1 soat, 2 soatlab buni ajratolmaydi. Lekin biz hozir biron marta o'sha yerga MTS xodimlari borganini, yo bo'lmasa o'shani tegishli tartibda aralar bo'lishi kerak, o'sha qilib olish kerak. Birinchi navbatda ular yordam berish kerak, bajarib boradi, bular bormaydi. Buni hozir suhbatda ham ma'lum bo'lishicha, hozir aytyaptiki, bu yerda bu masala tashkil qilinmagan ekan. Temir aralar, shu narsalar kun tartibga qo'yildimi? Ularni hayotini, xavfsizligini asrab qolish nuqtai-nazaridan. Shunga bir qanaqadir agar olib kelinmagan bo'lsa, men o'zida suhbatlashganimda hozir faqat Termizda bo'lyapti bu narsa. Aslida bu yerga olib kelish kerak shu masalani. Kun tartibi. Tumanda shu jihozlar mavjudmi, mavjud emasmi degan savol. Bu yo'q ekan hozir. Bu yerda hozir gapirib shu holat nima bo'lyapti? Hozir eng dolzarb masalani ko'tardingiz. Siz aytayotgan boshqarmasining qutqaruv xizmati Termizda joylashgan. Ular bo'yicha yagona xizmat ko'rsatuvchi hisoblanadi. Bu Surxondaryo bo'yicha xizmat ko'rsatish belgilangani, lekin favqulodda vaziyatlar, ya'ni transport vositalarining avtohalokat sodir bo'lgan vaqtda ularni yetib kelishi eng yaqindan Sho'rchiman misol bo'ladigan 2,5 soat 3 soat. Lekin bajar maoshida biz bir necha bor jalb qilgan, bajar maoshida qilayotgan qutqaruv xizmatlari yo'q. Faqat yong'in o'chirishga mo'ljallangan. Bu narsani ayrim viloyatlardan so'raganimizda tuman hokimligi bilan, tuman hokimligining yordami bilan o'sha narsani hal qilgan joylar ham bo'lgan. O'sha narsalarni ro'yxatini shakllantirib, agar imkon bo'lganda bizga ham yaxshi bo'lardi, o'sha sessiyada mana shu masalani ko'tarayotganimiz tuman hokimligidan agar mablag' ajratib o'sha tomondan yordam bo'lsa, bizda xodimlarimiz bu narsa bo'yicha bilimi, ko'nikmalari o'qitilgan. Faqat mablag' yuzasidan o'sha asoslanmalarni ta'minlanmagan. Agar tegishli takliflar bersangiz, o'shani taklif qilib o'tyapman. Agar o'zimizni favqulodda vaziyatlar vazirligidan ta'minlanishini kutadigan bo'lsak, bungacha qancha vaqt o'tadi? Chunki bosqichma-bosqich rejalashtirilgan. Chunki men aytmoqchimanki, o'z vaqtida yordam berilmagan narsa samarasizliklarni ko'rsatadi. Endi deyarli birorta o'sha ma'lum ajratib, tuman miqyosida, tuman byudjetiga ajratib, o'sha asl qonunlardan ta'minlangan taqdirda ham uni ishlatadigan, unga lozim darajada harakatda amalga oshiradigan necha ishlatlar kerak bo'lsa kerak. Hozir ilgari shunaqa 2020-yildan boshlab yong'in o'chiruvchilarimiz, yong'in qutqaruvchilar maqomi berildi. Ular uchun o'qitildi, ular uchun qo'shimcha oyliklar to'langan. Hozir har bir xodimimiz qutqaruvchi hisoblanadi. Suvda qidiruv olib borishdan qonunchilikda ishlash bo'yicha yong'inlar bartaraf qilish va boshqa favqulodda vaziyatlar bartaraf etish bo'yicha bir xil harakatlanadi. Bemorchilikda har bir xodim qutqaruvchi hisoblanadi. Bizda shtatga uning uchun ajratilish shart emas, faqat asoslarni ta'minlanishi. Asl anjomlar ta'minlanish bo'yicha tegishli yo'lnomasi yoki talab etiladigan jihozlarni ro'yxati yoki qanaqadir uni lozim bo'lgan mablag' summasi haqidagi ma'lumotlar bilan tuman hokimiga tegishli o'rinbosarlariga menimchalik murojaat qilinsa, keyingi sessiyamizda balki o'sha mablag' ajratish bo'yicha qaror qabul qilish imkoniyatimiz bor bizda. Endi bu qilayotgan ishlarimiz tumanimizda aholisi uchun, hududlarimiz uchun bo'ladi, manfaat bo'ladi deb o'ylayman. Bizlarning nazardan shu talab nuqtai nazaridan harakat bo'lsa, ta'minlash harakati biz sessiya qaror chiqarib beramiz, tuman hokimiyatidan keyin talab qilamiz. Anaqa savol bor. Sal qattiq.
tabiiy gazdan sotilganmi, qo'riqlash tizimiga savolga javob berib o'taman. Mana savol beryapsiz, savol so'raman. Bu xavfsizlik deyotganimiz ikki xil. Hozir men biladiganim qo'riqlash xizmatiniki bor, keyin gazdan xabar beruvchi. Uyingiz tabiiy gaz bilan jihozlanganmi? Tabiiy gazdan. Tabiiy gaz jihozlanmagan joyga gaz bilan aniqlaydigan xavfsizlik signallari o'rnatilmaydi. Demak, siz qo'riqlash tizimi haqida aytyapsiz. Qo'riqlash bo'limidan qo'shimcha ma'lumotlar beradi. Ular sohasi bo'yicha ma'lumotga ega bo'ladi. Rahmat, ba'zi boshqa savollar bormi? Boshqa savollar bo'lmasa, to'ntarliklar masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Loyiha deputatlarimiz tarqatilgan. Marhamat, qo'lda ovoz berishlarini so'raymiz. Ma'zurlar. Rahmat. Qarshilar e'tiroflar yo'q, tasdiqlandi. Rahmat. To'ntarlikdagi keyingi masalalarga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi 2008 dekabrdagi soliq to'g'risidagi 197 qonunining Jo'sh tumanida ijrosi yuzasidan 26-yil 1. chorakda olib borilayotgan ishlar hamda mahalliy byudjet daromadlari bajarilishi holati qo'shimcha rezervlarni aniqlash bo'yicha qilingan ishlar, shuningdek soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar kesimida byudjetda hisoblangan va amalda to'langanligi, ular bo'yicha soliq qarzdorligi bo'yicha tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i hisoboti to'g'risida ushbu masala yuzasidan hisobot berish uchun so'z Jo'sh tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Nazarov Akmalga hisobot berish mumkin. Şuşman 2026 yılın çoğunluğu Burası Birleşimler Duygulanmışlığımızın tasvir ettiği şu gece çoğunluğu eğitimlerde sakin mevzunu yani eğitimler bekleyeceğiz mevzunu ortalama bacanı turizm sakin turizmleri polisi bacanı aynı onlarla sağ düşündüğüm gece eğitimler 500 milyon şu gece eğitimler duygulanmışlığımızın yani şu gece ortalama turizm mahalliy yer olmadan sonra şunu bunlar 800 milyon cezbelerinden ushbu reja chorakda 800 milyon bajardi. Shu soliq 805 bajardi. 2016 yil chorak byudjetga qo'shimcha 382 million cezbelerinden ushbu ko'rsatkich 380 bajardi. 2016 yil chorak Havayollar boshlangan son 120 yil shu korxonada qo'shimcha aylanma soliq tushumi 3 million so'mga oshirildi. Qo'shimcha aniqlangan obyektlar soni ushbu obyektlardan hisoblangan soliqda 474 million so'm soliq hisoblanib, ushbu soliqlar undirish chorasi ko'rildi. Bu obyektlar ishga tushirish bo'yicha sektorda 58 ta ish o'rni yaratildi. Vaqtincha moliyaviy qiyinchilikka duch kelgan tadbirkorlar sudlaridan 186 tani faoliyati tiklandi. Ishchilar soni va chiqargan oshgan hisobiga 86 ta korxonada 135 nafar ishchilar rejalashtirilib, natijada qo'shimcha daromad solig'i 8,7 million so'mga oshirildi. Atlov natijasida noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlarning 5 tasi yangidan ro'yxatdan o'tkazildi. Mahalliy yetkazilgan hamkorlikda shuning uchun 88 nafar fuqaroni o'zini band qilishga erishildi. Prezidentimizning 270 sonli qaror ijrosi bo'yicha ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlar soni 1245 tani tashkil etib, yaratilar tomonidan tovar aylanmasi 1% soliq rejimi joriy etilib, jami tovar aylanma 36 milliard 865 million so'mga 35 million so'mni tashkil etib, ushbu platforma orqali 35 milliard 302 million so'm tovar arzon qilindi. Shundan aylanmadan olinadigan soliq 35 million so'm hisoblanadi. Tumanda jami soliq to'lovchilar soni 1287 tani tashkil etib, shundan avtokameral dastur orqali fakt summalarini aniqlab, korxona joriy yil mart oyida
64 dan, birinchi aprel holatiga 55 dan tashkil etdi. Avtokamera dasturi orqali aniqlangan taqdimotlar birinchi oylikda 18 taga kamaytirildi. Avtokamera orqali aniqlangan jami qabul summasi 173,4 million so'mga 33%, 149,6 ming so'mga statush rejasi berilgan bo'lib, ushbu reja joriy yil birinchi oyda 43 million so'mga, ya'ni 36% startlashi amalga oshirildi. Tekshirishda aniqlangan qo'shimcha soliqlar uchun hisobot olish rejasi 260,4 million so'm belgilangan bo'lib, ushbu hisoblangan qo'shimcha hisobot orqali olingan soliqlar 296,7 million so'mga oshirildi. Aniqlangan qo'shimcha soliq summalari 271,7 million so'mga o'ldirish chorasi ko'rib, ushbu soliqlar birinchi oylikda undirildi. Marhamat, ushbu masala yuzasidan mavjudcha savollar bormi? Savol bo'lmasa, kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi deputatlarimizga tarqatilgan. Takliflar bo'lmasa, deputatlar ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar. Rahmat, qarshilar. Hurmatli deputatlar, bugungi kun tartibiga qo'yilgan mavzularimiz ana shulardan iborat. Bugungi masalalarimiz doimiy komissiyalarga ko'rib chiqilgan, tegishli qaror loyihasi tayyorlangan. Shu masalalar bilan tanishib chiqqan do'stlarimiz ularni ko'rib chiqishni davom ettiramiz. Kun tartibidagi navbatdagi masalamiz huquqbuzarlik gazeta jamoat tartibini saqlash fuqarolarimizni ta'minlash borasida 2026 yilning o'tgan davrda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i hisoboti to'g'risida ushbu masala tegishli doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan va qaror loyihasi deputatlarimizga tarqatilgan. Qaror bo'yicha takliflar bormi? Takliflar bo'lmasa, marhamat ushbu qarorni ovozga qo'yilgan deputatlar ovoz berishni so'raymiz. Vazirlar. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q, tasdiqlandi. Keyingi masalamiz Sho'x tuman ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'limi tomonidan 2026 yilning o'tgan davrida atrof-muhitni asrash hamda yashil umumiy loyihasi bo'yicha amalga oshirilgan tadbirlar to'g'risida ushbu masala tuman kengashining agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalar bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Ushbu masala yuzasidan muhokamaga chiqishlar bormi? Yo'q bo'lsa, ushbu masala qaror loyihasini qabul qilishimiz kerak. Ushbu qaror bo'yicha takliflar bormi? Takliflar bo'lsa, ushbu takliflarni qo'ldan ovoz berishni so'raymiz. Vazirlar. Qarshilar, betaraflar yo'q, tasdiqlandi. Keyingi masalamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 13 dekabrdagi Surxondaryo viloyatini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda aholi turmush darajasini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 438 sonli qarorining to'g'ri ijrosi to'g'risida. Ushbu masala xalq deputatlari Sho'x tuman kengashining agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Hurmatli deputatlar, muhokamaga chiqishlar bormi? Yo'q bo'lsa, kun tartibidagi masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Marhamat, ushbu qarorni tasdiqlashimiz kerak. Deputatlar ovoz berishni so'raymiz. Vazirlar. Qarshilar, betaraflar tasdiqlandi. Navbatdagi masalamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 iyuldagi yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi F6260 sonli farmon ijrosini ta'minlash borasida olib borilgan ishlar to'g'risida ushbu masala Sho'x tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati
madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Hurmatli deputatlar, muhokamaga chiquvchilar bormi shu masala yuzasidan? Yo'q bo'lsa qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'raymiz. Rozilar. Rahmat. Qarshilar. Betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Navbatdagi masalamiz, 8-chi masalamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi 2026-12 mart kuni o'tkazilgan aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan Sho'rchi tumanida aholi murojaatlari bilan ishlash chora-tadbirlar to'g'risidagi masala ko'riladi. Ushbu masala Xalq deputatlari Sho'rchi tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Marhamat, doimiy komissiya raisi fikrlaringiz bormi? Ushbu masala yuzasidan. Kimda qo'shimcha takliflar bor? Yo'q bo'lsa ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi tarqatilgan. Men o'ylayman, barcha tanishyapti deb o'ylayman loyihalardan. Loyiha yuzasidan takliflar bo'lmasa, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar. Qarshilar, betaraflar yo'q, tasdiqlandi. Keyingi masalamiz Sho'rchi tumanida 2026 sug'orish davrining yakuniy iste'molchilar kesimida ekinlarni sug'orish uchun suv olish limitini ko'rib chiqishni tasdiqlash to'g'risida. Ushbu masala tuman kengashining agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalar bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Ushbu masala yuzasidan qaror loyihasi tarqatilgan. Agar kimda fikr qo'shimcha takliflar bo'lsa, marhamat. Yo'q bo'lsa qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Ushbu qaror loyihasi tasdiqlandi. 10-chi masalamiz. Aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar yuzasidan Sho'rchi tuman suv oqova ishlab chiqarish va sotish qo'mitasi korxonasi boshlig'ining 2026 yilning 1-choragiga amalga oshirgan ishlar yuzasidan hisobot to'g'risida. Ushbu masala ham tuman kengashining agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida to'liq ko'rib chiqilgan, o'rganilgan savol-javob loyihalari asosida savol-javoblar asosida tayyorlangan. Yana qo'shimcha fikrlar, takliflar bo'lsa, marhamat. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, ushbu qaror loyihasini tasdiqlashimiz kerak. Qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q, tasdiqlandi. Kun tartibidagi 11-chi masalamiz. Sho'rchi tuman mahalliy byudjetining 1-yil daromadlar rejasidan ortib bajarilgan qismi hisobidan mablag' ajratish to'g'risida masala. Mazkur masala tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan va tegishli qarorlar loyihasi tayyorlangan. Ushbu loyiha sizlarga tarqatilgan. Agar kimda qo'shimchalar, takliflar, savollar bo'ladigan bo'lsa, yo'q bo'lsa, ushbu qarorni ovozga qo'yib, qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar. Qarshilar, betaraflar rahmat tasdiqlandi. Navbatdagi masala Sho'rchi tumanida mavjud ko'chalar hamda yo'l bo'yida amalga oshiriladigan loyihalarni moliyalashtirish to'g'risida. Ushbu masala ham tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan va tegishli qaror loyihasi tayyorlangan. Marhamat, muhokamaga chiquvchilar takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, ushbu loyihani tasdiqlash uchun qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar. Qarshilar, betaraflar yo'q, rahmat, tasdiqlandi. Kun tartibidagi navbatdagi masalamiz Sho'rchi tuman hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini yo'naltirish to'g'risida. Mazkur masala ham mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Tegishli qaror loyihalari tayyorlangan. Takliflar, savollar bormi shu loyiha bo'yicha? Yo'q bo'lsa, ushbu qaror loyihasini ham qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz.
Rozilar. Qarshilar, betaraflar yo'q, tasdiqlandi. Rahmat. Kun tartibidagi navbatdagi masalamiz tashabbus bo'yicha jarayonlarni o'tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi KQ 666 sonli qarorlariga asosan 2025-4 va 2026-1 choraklar bo'yicha Sho'rchi tumani fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larining saqlanishi yuzasidan Sho'rchi tumani iqtisodiyot bo'limi moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Zafar Omonovning hisoboti to'g'risida belgilangan ushbu masala tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirlarini rivojlantirish va iqtisodiy islohotga bo'yicha doimiy komissiyasi ko'rib chiqilgan. Hurmatli deputatlar, ushbu masala bilan qaror loyihasini tanishga bo'lsalarimiz, marhamat fikrlar, takliflar bormi? Marhamat. O'zaro fikrlaringiz bormi? Yana takliflar bormi qo'shimcha? Agar takliflar bo'lmasa, ushbu masala yuzasidan qaror loyihalari tayyorlangan, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar. Qarshilar, betaraflar tasdiqlandi. Navbatdagi masalamiz deputat so'rovlariga o'z vaqtida javob berish holatlarini ta'minlash ko'rsatib chiqish to'g'risida. Ushbu masala Xalq deputatlari tuman kengashining reglament va deputatlik odil axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi ko'rib chiqilgan. Hurmatli deputatlar, muhokamaga chiqishlar bormi? Marhamat, doimiy komissiya raisining takliflari yo'qmi? Yo'q bo'lsa, ushbu qaror loyihasi deputatlarimizga tarqatilgan. Marhamat, qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibidagi 16 masalani ko'rib chiqamiz. Xalq deputatlari Sho'rchi tuman kengashi hamda doimiy komissiyalarining 2026 yil bo'yicha ish rejalarini o'zgartirishga ish to'g'risida. Ushbu masala tuman kengashi reglament deputati odil axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi ko'rib chiqilgan, tegishli o'zgartirishlar kiritilgan. Marhamat, fikrlar bormi? Doimiy komissiya raisi yo'lda katta savollar bo'lsa, marhamat. Bo'lmaydigan bo'lsa, rahmat. Ushbu masalani tasdiqlashimiz kerak. Qaror loyihasidan tanishib chiqib, tegishli xulosalar qilingan bo'lsa, rozilar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Marhamat. Rozilar. Qarshilar, betaraflar tasdiqlandi. Keyingi masalamiz sessiyamiz boshida kun tartibini tasdiq etganda reglamentda deputatlar komissiyasi raisi tomonidan bildirilgan takliflar qo'shimcha masalalar bo'yicha mavjud qaror loyihasini tayyorlaymiz. Bu milliy muammo loyihasi keyingi yangi O'zbekiston qiyofasida mahalla dasturi doirasidagi manzilli dastur haqida va oxir mahallalar manzilli dasturini tasdiqlash haqida. Ushbu masalalar bo'yicha doimiy komissiya, mazkur doimiy komissiya xulosasi asosida qaror loyihasi tayyorlangan. Ushbu masala bo'yicha takliflar, qo'shimchalar bormi? O'sha oliy hudud bo'yicha qo'shimcha degan joyda shu talab sanada borib o'rganib qolinyapti yoki ularni yozishdan qo'yib beryapti. Masalan, og'ir hudud mahallalar bor masalan tumanda. Mana shuni hozir qayerdalar borib o'rganishlarini yaxshiroq ko'rib o'rganib fikridan o'zgartirsa, menimcha xalqqa yaxshiroq bo'ladi degan fikrda yana rahbariyat biladi. To'g'ri aytyapsiz. Hozir
Respublikamiz bo'yicha 208 ta tumandan og'ir mahalla hududi deb tanlangan mahallalar bor. Bu respublika miqyosida nazoratga olingan og'ir mahalla deb qaysi mahallarimiz yoki kimdir yoki qaysi soha qo'shilmaydi. Bu tegishli ko'rsatkichlarga javob beradigan kriteriyalar bo'yicha aniqlangan og'ir mahallalar tumanimiz vatanga nechta? 3 tamizda 5 ta mahalla og'ir mahalla toifasiga kiritilgan. O'sha mahallalar manzillasini tasdiqlagan. Marhamat, yana kimda savollar bor? Savollar bo'lmasa, ushbu masalani tasdiqlash uchun qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Ba'zilar qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari kun tartibida kiritilgan masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani o'tishida kimda qanday fikrlar bor? Fikrlar bo'lmasa, xalq deputatlari tuman kengashining 7-chi chaqirib 19 sessiyasini yopildi deb e'lon qiladi. Qaysi boshqaradi?